Eng asosiysi networking, keyin shuncha yaxshi insonlar bilan birga bo'lib, bu yoqda ham ham ilm olib, yana o'zimizdan ustimizda ishlab, biznesimizni undan ham keyingi qadamlar qo'yib, kattaroq marralarga erishishni maqsad qilib ketyapmiz, xudo xolasa. Ishbilarmonlar bilan birga ketyapmiz, tadbirkorlar bilan. Xudo xolasa unumli, maroqli o'tadi deb o'ylaymiz kunimiz. Xudo xolasa 6 soat polyotdan keyin Shri-Lankaga qo'namiz. Ajdani juda ham katta, o'rganib chiqdi, joylari juda ham chiroyli, tabiati, daraxtlari, dengizi, choy plantatsiyalari, xudo xolasa bir hafta abdushi mazza qilamiz. Videolarni, rasmlarni o'zingiz ko'rib, bemalol taassurotlar bilan bo'lishamiz sizlar bilan, xudo xolasa.